Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga bir yangi shablonni taqdim qilmoqchiman. Unda qanday ishlashni ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana bu yo'nalishni hammangiz bilsangiz kerak. Yaqin kunlarda trendga chiqib, prosmotr ko'p bo'layapti. O'shanga men Telegram kanalda shablonni namoyish qilgandim, ko'rsatgandim biroz oldin. Endi buni hozir sizlarga YouTube'da CapCut versiyasini ham taqdim qilmoqchiman. Mana bu Moho versiyasi. Agar ko'radigan bo'lsak, mana personajlar keladi. Men bu yerda personajlarni almashlaganman. Ularni AIda yaratib, boshqa personaj qilganman. Bularning hammasi o'zgaruvchan. Mana bu kuboklar ham o'zgaradi. Chiqib kelayotgan personajlar ham o'zgaruvchan. Mana shu papkalar orqali bajariladi. Papkalarning ichiga boshqa personaj solinadi va o'sha personajlar keyin animatsiya qiladi. Shablonda ishlash juda oson. Personajlarni faqat almashlaysiz. Ularni mana bu ключевой kadrlari, qachon yonib, qachon o'chishlari hammasi tayyor, biriktirilgan. Hech qanaqa o'zgarish kiritmaysiz. Faqat mana personajlarni AIda yasab, o'rnini almashlaysiz. Mana ushbu personajlarimiz, masalan, birinchi Yamal. Yamalning bu holati, keyin mana bu holat Ayshow. Ronaldodan misol oladigan bo'lsak, Ronaldoning birinchi versiyasi, ikkinchi, keyin uchinchi versiyasi, mana ikkinchi, uchinchi versiyasi va mana jahli chiqib turgan to'rtinchi versiyasi. Xuddi shunday qilib mana Yamalniki ham 4 tasi bor, Messida ham bor. Mana birinchi, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi. Mana bu Yamalning birinchisi, ikkinchisi, keyin uchinchi Yamal qayerda? Uchinchi Yamal ham shu yerlarda bo'lsa kerak. Mana uchinchisi va to'rtinchisi ham bor shu yerda. Keyin mana bu yerda monsterlar bor. Mana monsterlarni bittasi, ikkitasi, keyin ikkitasi birlashgani, kubok ushab turgani bor va Jorjina bor, Ronaldoning xotini. Va mana bu futajlar bor. Xuddi shu fayllar bilan keyin biza boshqa CapCut versiya shablonni ham ishlaganman. Mana shularni almashlaganingiz bilan sizda уже boshqa video tayyor bo'ladi. Yamalning o'rniga boshqa personaj qilasiz. Ronaldoning o'rniga ham. Bularni qanday yaratish, qanday almashlash, AIlarda qanday qilib rasmlarni yaratish hammasi darsliklari bor. Hech qanday qiyin joyi yo'q. Endi CapCutga keladigan bo'lsak, mana hammada hozir CapCut versiya bo'lgani uchun hammada ham Moho yo'q, animatsiyani uncha tushunmaydi. Shuning uchun CapCutga ham bu shablonni qilishga qaror qildim mana. Hammasi shu boyagi shablonday, ключевой kadrlari hammasi tayyorlangan. Sizni qiladigan ishingiz faqat yana o'sha fayllar papkasiga kirib, personajlarni alishlaysiz. Qanday almashtirish, qanday nomlash, hammasi darslikda bor. Shablon juda oddiy, hech qanday pro funksiyalar ishlatilmagan, faqat ключевой kadrlar, sbornik qilib qilingan fotajlardan foydalangan, mana shu papkadan foydalangan. Mana bu yerda musiqasi. Musiqasi hamma videoda bir xil bo'ladi. Bu yerga keyin kanalingiz nomini yozsangiz bo'ladi. Bunday qilib, xohlaganlarga CapCutda versiyasi bor shablonni, xohlaganlarga Moho programmasida shablon taqdim qilinadi. Murojaat uchun Tornado YouTube Telegram kanaliga o'tib, menga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.